Men sizlarga shuni tushuntira olmayapman. 205 gradus bo'lib, bitta ochadigan bo'lsangiz, kraskani sachib, ichkariga qo'yib qo'yiladi. Двойной kraska bo'ladi. Qaranglar, eng asosiysi yomg'ir qordan qo'rqmaydigan, shilinmaydigan bo'ladi. Parashkoy ustidan yana kraska sachiladi. Shunda xizmati uzoqroq bo'ladi. 12 talik stol-stolimizda 6 million 200 ming so'm suv tekin, kopeyka narxga aritsangiz bo'ladi. Hollari ham shunaqa chiroyli holatda xon taxta qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Agar siz Novostroykada bo'ladigan bo'lsangiz ham ichkariga olib kirib bemalol o'rnatadigan hollarni bo'lib beradigan bo'ladi. Eng asosiysi materiallar ham chiroyli holatda bo'ladi. Eng arzon necha puldan boshlanadi deganlarga chiroyli holatda 2 million so'mdan boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. Xonlari ham kromka bo'ladi. Chekkalar stanoyda bosilgan bo'ladi. Shu temir holatda joziba deganlarga jozibalarni ham 90 dollarga chiroyli holatda chiqarib berilaveradi. 6 talik, 7 talik, 8 talik deganlarga klientlarga shunaqa upokopka holatda ketadi. Agar menga bunaqa holatda milliy kerak deganlarga materiallari ham g'ijim bo'lmaydigandan 305 dollarga sizlarga chegirma qilib beriladi. Bu tomonda ham bor, eng asosiysi narxlari, sifatlari sizlarga chiroyli holatda qilib beriladi. To'yxona, maktab, bog'cha, qanaqa joy deydigan bo'lsalar ham restoranlarga ham qilib beriladi. Pastda nomerlar bor, donaga optimga chiroyli qilib yetkazib beriladi.